Mashhur xonanda Shahlo Salayeva aldandi. Assalomu alaykum aziz obunachi, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda birinchi bor bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni hamda video ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Shahlo Salayevaning puli berilmadi. Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi Amirshoh to'yxonasida bo'lib o'tishi kerak bo'lgan konsert kutilmagan holat sabab bekor bo'ldi. Gap shundaki, mashhur xonanda Shahlo Salayeva konsert dasturida chiqish qilishi uchun taklif qilingan edi. Ammo aytilishi bo'yicha kelishilgan pulning faqat juda oz qismi yo'l xarajatlari uchun berilgan xolos. Xonandaning admini esa konsertdan oldin kelishilgan to'lov to'liq to'lab berilishini so'ragan. Biroq tashkilotchilar bu talabni bajarmagan. Shundan so'ng Shahlo Salayeva buni san'atkor sha'niga nisbatan hurmatsizlik deb hisoblab, to'yxona ichiga ham kirmasdan eshik oldidan qaytib ketdi. Xonanda Samarqanddan uni kutib o'tirgan muxlislaridan uzr so'rab shunday deydi: "Men hurmat qilinmagan joyda qo'shiq ayta olmayman", deya o'z Instagram tarmog'ida video murojaat qoldirdi. Shahlo Salayevaning bu ishi qanchalar to'g'ri? Xonandaning fikriga qo'shilganlar video ostidagi like tugmasini bosish orqali bildirishingiz mumkin. Videoni o'z do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz sizga eng so'nggi shou biznes xabarlarini yetkazib boramiz. Xayr, salomat bo'ling.